Mana birodarlar, har bitta qilgan ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan, namuna bo'lgan, aytgan so'zlari shariat bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zotning hayotini o'qib o'rganib, u zotning hayotidan o'zimizga andoza olishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u zotga vahiy kelganidan keyin mana siyrat darslarida o'qiganmiz, 13 yil mobaynida Makka da turdilar. So'ngra Robbis tomonidan buyruq bo'lganidan keyin Madina Munavvaraga hijrat qilib o'tdilar. Mana shu ikkita bosqich, Makka davri va Madina davri. Makka davrida bandalarga Allohni tanitishlik birinchi o'rinda bo'ldi. Ya'ni Makka bosqichi bandalarga Allohni tanitish bosqichi desak adashmagan bo'lamiz. Madina bosqichi esa bandalarga Allohning buyruqlarini tanitish bosqichi bo'ldi. Demak, 13 yil Makkada odamlar avval Allohni tanishdi.